va nihoyat uydagilar nomerini tashlaysanmi? tashlavering. Kaniysiz strana qilib chip kartani o'zgartiramiz. Zamokni ochamiz. Fransiyada to'xtadik. 1 soat haydadim. Hozir kofe ichib, yana yuramiz Fransiyada. Nima deb yozib qo'yibdi? Shulay gaplashamiz. Men Xorazmcha gaplasam, O'zbek og'am tushunmay qoladi. Ya bemalol tushunaman. Tushunasiz? Shoyirtim dam olib yotibdi. Meni yazdigimga vadi 300 kilometrda 200 kilometrni bosib o'tdi. Endi 100 kilometr qoldi xudo xolasa. Hozir hojatxonaga kirib, ozgina uyqum ochilgandan keyin yana yurib ketaman. Mana bu hojatxonasi. Hojatxonasida hamma usloviyasi bor. Hamma usloviyasi, xizmati bepul. Yana yerda no yesangiz, ichsangiz hamma narsa bor. Kofe ichamiz bor. Kofe. Va nihoyat Uydagilar nomerini tashlaysanmi? tashlavering. Kaniysiz strana qilib chip kartani o'zgartiramiz. Zamokni ochamiz. Bosib turamiz. Kaniysiz strana, Fransiya. Xalikop. Xurdim Xalikop. Tushiramiz. Oy, sekin. Qo'rqitding-ku. Buni bosib turamiz endi. Kaniysiz strana, Matkarimov. Xo'sh. Buni o'zgartiramiz. Buni bunga qo'yamiz. Endi men haydayman. Shoir dam oladi. Chip kartani mana shunaqa tiqadilar. Oldingi chipi oldida qo'yish kerak. Hoppa, oldin bilmasdim mana. Da. Началась Франция, да. Готов к движению. Tayyor. Endi ikkinchi. Utis. Xalikop. Da. Yana da. Ok. Yana da. Bol tayyor. Xudo xolasa. Endi mana navbatim Xorazmlik Furoj Umarjon YouTube kanalida video ketadi. Tungi smenada ishlash xudo xolasa soat 13:55 ga yetib boramiz biz. Mendan biza yuradan yo'l. Marselda yaqin joyda portda to'xtaymiz. Montpellier degan joyga. Kechasi boramiz shu yerga. Inshaalloh. Kechasi qanday bo'ladi? Mashina nechik bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Men Xorazmcha gaplasam, O'zbek og'am tushunmay qoladi. Ya bemalol tushunaman. Tushunasiz? Tushunaman deb turibdi. Xorazmcha kanalidan o'zimdan kattaga ish buyurishdi. Yomon ko'ravanda o'zim qilmoqchi. Aytsiz? Ay, yo'q.
Resept olamiz. Tamam şu şire. Qo'lni esa orqaga tushirib qo'yasiz. Tarayayım şu. Yo'q, og'iz orqaga ketdi. Nimaga so'rab tushib qoldi menikidan? Endi nima bo'ldi bu so'rab? Yo'q, oldi so'rab. 9-ga chiqardi. Через 200 метров поверните направо. So'rab chiqdi-da, qaysi joyda xato qildik ekan? To'xtaymiz. Ha? To'xtaymiz. Yo'q, vaqt berib qo'ydi, 9 soat hozir. 01 ga o'tgandan keyin balkim yurib ketadi. 01 da, 01 ga. Bir daqiqadan keyin chiqqan o'tgan soat. Bir daqiqa bo'lsin. Поверните направо. Kalitdan, kalit. Hoş geldin. Yok. Sizde de emince verdiniz ya. Yok. Vermem şekil. Açılsın. Kechki smenada ishlar shunaqa bo'ladi. Ikki ekipaj ikki dona voditelь bo'lgani uchun bizda vaqtimiz ko'p. Lekin menda bir so'roq chiqib qoldi bunda. Nereden paydo oldi bu xudo biladi. Mana ot familiyam chiqib turibdi bu yerda. Yaxshi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketdik esa biza. So'roq chiqib turibdi, so'roq. Через 200 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь первым поворотом. Воспользуйтесь первым поворотом. Fransiyada to'xtadik. 1 soat haydadim. Hozir kofe ichib, yana yuramiz qulaqda. Nima deb yozib qo'yibdi? Шланг для накачивания, доступ на кассету. Böyle. Su alacak mı bir yere?
265 kilometrimiz qoldi. Şuraya yetamiz. Hozir ungarashni boshladi. Shoirtim haydab bo'ldi-da, endi men o'zim haydashim kerak. Shunday. Kofe ichsak o'tib ketadi menimcha. Yana bilmadim. Soat 12:00 yetib boramiz. Yoki boshqacha yo'l aytamiz uni. Soat 9 yazsak 6 da turamiz. Bugun borib yotamiz. Bugun borib portga. Sababi Tigashni orqasindagi Krelosi yo'qmi? Krelos. Krelosi yo'q. Shuning uchun bizni kechasi yuramiz. Kompaniyaga aytdim. O'zimizning firmadagi. Natija yo'q. Shuning uchun o'zimda bor krelam, nasib turibdi. Siniq. Bu krilo ketgan tamam bu. Valiye yapıp koyamız, esden çıktı. Ana, Xudo xolasa 100 kilometr qoldi. Tungi ishlash soat 12 bo'layotir, Xudo xolasa. Hozir shoirdim dam olib yotibdi. Meni yazdigimga var 300 kilometrda 200 kilometrni bosib o'tdim. Endi 100 kilometr qoldi, Xudo xolasa. Hozir hojatxonaga kirib, ozgina uyqum ochilgandan keyin yana yurib ketaman. Bu yer hojatxonasi. Hojatxonasidan hamma usloviyasi bor. Hamma usloviyasi, xizmati bepul. Yana yerda navoiy yesangiz, ichsangiz hamma narsa bor. Kofe ichamiz bor. Kofe 260-190 ekan. Bir tualeti bor. Tualetda olinmaydi. Bizdan uzoqlashmanglar, Xudo xolasa yaxshi videolar oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman.
Yetib keldik. Chateau. Port City. Canistra. Canistra, Francja. Madrid'da. 18'de ochamiz smena. Ertaga. Tugadi. Port. Tungi ish faoliyatimizni yakunladik, xudo xohlasa. Hozir daftarimizga yozib qo'yamizdan yotib uxlaymiz. Endi azonda soat 10:18 ish faoliyatimizni boshlaymiz. Shunday.